Bundayda misol uchun uyingizni oldida shu mashina turadigan joy qilib chiqarib qo'yasiz-ku, nima derdi shu narsani? Uyni oldiga 4 ta oyog'i bor. Mana eshikning oldiga chiqarib qo'yasizlar-ku. Usti shifr. Oldida 2 ta oyog'i bor, orqasida 2 ta oyog'i bor. Mana qo'shimcha. Eshikni uyingiz oldi tomoniga shunaqa chiqarib qo'yasiz-ku, nima deb aytadi siz tilda shu narsani? Ana shu narsani ko'tarib turadigan tumbasi bor, to'g'rimi? Tumbasini har birini maksimal ko'tara oladigan tonna vazni bor. O'sha vazndan oshib ketsa, shu narsangiz quliydi. Tumba ketadi, sinadi. Yo yeri tagiga kirib ketadi, yo o'zi belidan sinadi, yoki quliydi, yiqiladi. Ko'tariladigan imkoniyatidan oshiq bo'lgan har qanday vazn bizni odamlarni ham suyagini, bo'g'imlarini zararlaydi. Mana shuning uchun ham oramizda katta, yoshi katta, ko'cha tilida aytganda gubernator bo'lib qolgan opaxonlar, dodalar bitta joyda o'tirgan joyidan tura olmay, turgan joyidan o'tira olmay, zinadan chiqa olmay, yura olmay, bilqillab rasvo bo'ladi. Semizlik birinchi navbatda suyak bo'g'im kasalliklarining ashaddiy faktori sababi. Hattoki olma, anor, o'rik ko'p hosil meva berganda nima bo'ladi? Og'irligini ko'tara olmasdan birinchi navbatda novdasi, shoxalari sinib ketadi. Semizlik bilan kurashmasangiz, harakat o'z vaqtida qilmasangiz, albatta suyak bo'g'im kasalliklari sizga yetib keladi. Shunday ekan, birinchi navbatda tizzalari ishdan chiqaradi. Tizzalari ko'tara olmaydi-da og'irlikka. Birinchi tizza bilan tovon bardosh bermasdan past berib yuboradi semiz odamlar. Hamma semiz odamlari tizzasi og'riydi. Ko'tara olmaydi vaznni. Chunki maksimal berilgan imkoniyatdan yuk oshib ketdi. O'sha tumbalari og'irligi oshganda yiqiladigan, sinadigan kabi odamni ham tizzalari ko'taradigan tirgagi bu. Tana qancha vazni bahaybat, gungrabesh bo'lib ketsa, tizzalar birinchi navbatda oyoq va bel ishdan chiqib ketadi. Umurtqalarimiz ham, suyaklarimiz ham. Bir narsani eslatib qo'yaman. Hech bir firma bilan bilasiz ishlamayman. Mabodo meni videoyimdan, fotoyimdan yoki o'zimni sun'iy intellekt yordamida gapirtirgan holatlarda saytlarda turli-tuman vositalari, firmani dorilarini reklama qilib sizga ko'rsatgan bo'lsa, aslo ishonmang. Aldanib ularni mahsulotini xarid qilib yurmang. Qaytanga unaqa reklamalarni kommentariyasiga boplab so'kib yozing. Aldamanglar, aferistlar, bu ischanov emas, montaj qilgansizlar. Bu fitna deb, kerak bo'lsa telefon raqamini qo'ygan bo'lsa, telefon qilib aferistlarga boplab adabini bering. Хорошо?